Assalomu alaykum. Bobirjon Arzonchi kanalining obunachilari, akalar, xudo xolasa bugun hafta kuniga 25-dekabr, haftaning payshanba kuni hammamizga xayrli bo'lsin deya, xudo xolasa bitta arzonchi do'stimizdan bir partiya sozgina bo'g'oso'liqlarni o'ta liniyalik it tozalaridan kelgan ekan. Xudo xolasa bugunga mana shu bir mashg'ulotimiz obzori bo'ladi. Akmaljon, keling Bardor. Zimsiz. Bugunga nechtak? Bugunga bir partiya qo'yamiz bu. Bir partiya sozgina. Ammo o'ta tozalaridan ekan-a. Zotga boqaman degan obunachalarimizga ketaveradi akalar. Xudo xolasa nechta sog'liq, nechta qo'chqar? 8 dona, 9 dona o'pishi. Soni 9 ta. Bitta qo'chqari bor. Mana qo'chqari. Mana qo'chqari, hurmatli obunachilar, oyoqlari uzun-uzun. Mana garboslarni ko'ryapsizlar. Hamma joy o'ziga yarasha akalar. Mana soladi. Bir qo'raqlay olib boqib yuraman zotga degan obunachilarimizga. Bodom guldiram. Qaranglar, hurmatli obunachilar, o'ta tozalaridan-da. Mana bitta ushoqchimda yillar ko'raylarcha tishishlarni. Mana akalar, bo'ylari ham o'ta uzun mana. Dumba boshlar. Bo'ylari 85 plyus. Hurmatli obunachilar, yillari ham bilim qoldi, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa oldi tug'ishni boshladi, qo'yladi. Bo'ylari 85 mana. Yosh oyligini ko'rsatamiz shuni. Mana 6 tish. 6 tishga chiqaribdi endi. 6 tish mana 6 tishga chiqarib. Mana hurmatli obunachilar, ushoqcha yana bittani ko'rsatingchi. Mana buni ko'rsating. Eng pakana eng polvoni. O'ta tozasi ekan. Mana qarang. Bo'y necha chiqadi endi, Akmaljon shuni? Bo'y 80 oshib chiqib qoladi. 80 ga olishaveradi. 80 ga olishaveradi. Bitta bor, 80 ga olishaveradi. Mana qaranglar, hurmatli obunachilar, o'ta tozasida. Bitta ko'rsatdim. Shuni ko'rsatingchi. Ena hurmatli obunachilar, 2 tishga chiqaribdi. 2 tishga endi chiqargan. Birinchi tug'ishi. Shunaqa. Qo'ylar, birinchi, ikkinchi tug'ishi ekan-da, 2 tish 4 tish ekan. Qo'chqarimizchi? Qo'ying jonivor. Mana hurmatli obunachilar. 90 bo'yi buni. Bo'yini 90 plyusga olishaveradi. Shunaqa. Tishini ko'rsatingchi. Bu ham endi 2 tishga chiqaribdi. Qo'zi ekan-da, hurmatli obunachilar. Mana qarabsiz, hammolari o'ta cho'tki, o'ziga yarasha hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa Qirg'izistondan kelgan-a? Qirg'izistonning qo'ylari hammasi. Hurmatli obunachilar mana. Shuni acha baqa bitta. Mana hurmatli obunachilar, tozasini olib, zotga baqib yuraman degan obunachilarimizga ketaveradi. Xudo xolasa soni 8 ta, bitta qo'chqari ham bor. Qo'chqar ham shuni narxida ketaveradi. Qo'chqar ham ichida ketaveradi. Optimalisi qo'chqar ham ketaveradi bitta bonusga. Akmaljon, bular narxchi. Narx berdim, bular 8,5 9 million yo'q narx. 7,5 dan bersin bo'ladi. 7,5 milliondan qo'chqar ham ketaveradi. qo'chqari ham ichida. Mana hurmatli obunachilar, dastlabkasichi. Dastlabkasi o'ylanmasin. Dastlabkasi uyi bo'lsa bo'ldi tashlab beradi. Uyi bo'lsa oldi. Kelishgan holda aloqa chiqasizlar, xudo xolasa kelishib tashab beriladi akalar. Bularning narx qancha kami bor? Telefon qilib o'tib beraman. Qo'lda beraman. Telefonda emas. Hozir o'tib berasiz. Oldi 100 mingdan o'tib beraman. 100 mingdan emas, 7 milliondan berishadi. Yo'q, 7 milliondan unda 7 milliondan hammasini qo'chqari ham ichida olishadi. Yo'q, unda ancha kamayib ketadi. Ancha emas. Bo'ldi, mana uni 7 million 300 ming so'mdan pul berishadi, bo'ldi. Mekinchikin yo'q ketaveradi. Hammasi qo'chqar ham ichida shunda. 7 million 300 dan a? 7 million 300 ming so'mdan. Yana bitta tushib bering deysan, nima deysiz? 7 million 200 mingdan berishadi, 100 mingdan tushib berasiz shunda. 7 million 200 mingdan qo'chqari ham ichida ketaveradi. Muborak hurmatli obunachilar, 7 million 200 ming so'mdan dastlabkalarini kelishgan holda qilib olib borib berishadi hurmatli obunachilar. Telefon qilib aloqa chiqasizlar, oldim desalar, xudo xolasa bitta ikkita olaman deganiga-chi? Bitta ikkita olaman deganiga 7,5 dan tanlab olaveradi ichidan. 7,5 million so'mdan tanlab olishaveradi. Qo'chqar do'zini olaman deganga lekin narx telefonda kelishamiz. Telefonda. Ha. Va qo'yiladi. Bitta screenshotdan qilib tashlaysizlar, ikkita olamiz deysizlar, bitta olasiz deysizlar, 7,5 million so'mdan ketaveradi. Agar optimga qo'chqarini ham ichida olaman degan obunachilaringiz bo'lsa, 7 million so'm, 7 million 200 ming so'mdan ketaveradi. Qo'chqarga qiziqib qoldim degan obunachilarimizga aloqa chiqishadi. Telefonda kelishamiz uni. Telefonda kelishamiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa video olamamiz. Bugunga shular, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Akalar, qo'ylarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugunga shular.